Hey, nimani hisob-kitob qilyapsan? Assalomu alaykum. Xo'jayin, nima deysiz? Shu yerdan 5 tonna qovun olamizmi? Yo'q. Yo'q, 3 tonnachi? Yo'q. 1 tonnachi? Bir dona ham ola olmaymiz. Nimaga? Qarang, shunday hosil berib gullab turibdi. Axir bu qovoq-ku. Osh qovoq. Qachon katta bo'lasan axir? Barchasiga siz aybdorsiz. Siz shunaqaligingiz uchun ham hamma mana shunaqa qiladi, dadasi. Men sizni Facebookka suratingizni joylab, mening vatanim deb yozib qo'ygan edim. Ayollar javob yozib, vatan barchamizniki deb yozib qo'yibdi. Sizni shunaqaligingizni ayollar ham biladi. Xotinboz, xiyonatkor. Nima deyapsan ey? Siz umuman o'zi meni yaxshi ko'rmaysiz. Mana qo'shnimiz Zilola ishga ketayotganda eri bag'riga bosib o'pib qo'yar ekan. Siz nima shunaqa qilmaysiz? Men qilishga qilaveraman xotin, lekin Zilolaning eri xafa bo'ladi-da. Nima? Ana. Ko'rdingizmi? Xiyonatkor, xotinboz. Men tog'dan kelsam, siz bog'dan kelasiz. Meni shunaqa qilib kuydirib o'ldirasiz. Olovda yondirasiz. Boring. Sen bilan o'zi o'tirib bo'lmay qolibdi xotin. Men ishxonaga bir borib kelmasam bo'lmaydi. Kech bo'lganda ishxonada nima bor? Ishxonamizda bir Masha degan mushukcha paydo bo'lgan. Shu faqat meni qo'limdan non, suv, kalbasa mayda-chuyda yeydi. Shunga borib berib kelay, yana o'lib qolsa, uvoli bizni bo'ynimizga qoladi xotin. Men borib 1-2 so'm pul olib olay. Mayda-chuyda olib olaman. Men kalbasa palbasa degandek. Qani telefonim? Mana telefoningiz. Tezroq boring ishingizga. O'sha yangi mushukcha och qolib qolgan. 4 marta telefon qildi. Mushukcha Masha. O'sha telefoningizni. Boring tezroq. Kalbasingizni kutib o'tirgandir Mashaxon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Otam qandaysiz? Sotaqul senmisan? Menda ota. Ha, yaxshi. Ha, navarani beligini minib. Qayerdan kelyapsiz? Qanaqa nabira? O'zimmiki? Yo'q, Ha, tuhvatilla. Yaramas, qo'li egri ekan, o'g'ri ekan muttaham.
Velikda o'g'irlab ketibdi-da. Shunimi? Ha? Iya. Uydagi kameraga tushib qolgan ekan. Ya, hotel aka? Kamera bor ekan. Bizga kamera kerak emas. Yo'q, bizni video ko'radi-yu. Yo'q. Ha? O'zingiz-da? Mana hech kim tanimaydi bizni. O'shani borib olib kelyapman. Ota, lekin mana shu bor-ku. Tuhfatilla fermer. Yurakka tushib ketdi ota. Ha. Qarang mana uni qilgan ishini. Nima bo'ldi? Yer beraman degan. Hammasini oldida meni yuzim shu o'tib ketdi ota. Nima qilishni bilmay qoldim. Hammasini oldi. Tinchlikmi o'zi? Men tarix sotib olganman men. Pullarni berib qo'yganman. Hozir Mana taqlaninglar. aka. Bozorga olib borishim kerak. beramiz. Bir to'polon joy ekan bu fermer Hal xo'jaligi. olamiz ota. To'xtab turing. Bajar qilasan. Bittan gapira. Ish boshqaruvching kim? Men ota, men. Sen gapir. Ota, Tuhfatilla fermer bizga millionta narsa va'da qilgan. Nima deydi? Bug'doyni tagidan takror ekin beraman degan. Ha. Un beraman degan, Ha. yog' beraman degan. Ha. Ish haqiga men bug'doy beraman degan. Ota, texnikangacha yordam beraman degan ota. Nasosdan chiqayotgan suvni qizg'anyapti otam. Mana qarang, bittasiga yog' bergan, un bermagan. Un bersa yer bermagan ota. Iltimos yurakka tushda yordam bering. Bu nokas, bu yaramas, bunga qancha nasihat qildim. Ha, Foydasi yo'q. yo'q. Bu yaqinda qilgan ishini aytsam bolalarim hayron qolasizlar-da. Nima qildi ota? Menday bir qari bir mo'ysafet odamni ko'chada ushlab olib, o'zini bir ikkita bir bachkana o'rtoqlari bilan meni ustimdan kulmoqchi bo'ldi-da. Attang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom asal bolalarim. Qani bunda kelinglar qani. Asal bolam, toychoq bolalarim. Katta bo'lsin, mana sizlarga nima olib kelyapman qarang. Mana bu sizga. Mana bu sizga. Mana bu sizga. Sizga olib qo'yganman-da mana. Mana bu sizga. Katta bo'linglar. Yaxshi o'ynanglar. Boringlar. Hammalarsiz katta bo'linglar, toychoqlarim. Ana. Mana qara, mana choldi kelishini qara. Shu odamni ko'rsam asabim buziladi-da. G'ijimlab tashagim keladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum otaxon. Vatlaboy, Omonmisiz? ishchilar bilan gaplashib, nima qilib o'tiribsizlar endi? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Bir nima qilganingiz, bering do'ppim deb. Shu do'ppni sizlarga pishirib yenglar shu do'ppini. Yomonmas, bir eski do'ppiga 3 ta telefon. Ayyo bobladim navacha. O'zini qazgan choqi chuqurga o'zi tushdi. Boblabmanmi? Boblazotda. Men ham bobladim. Endi bolalarim xafa bo'lmanglar. Bir tuhvatlarni ko'rganda achchiq-achchiq bir gapiraman. Gapiring ota. Gapiraman. Yurakdan o'tib ketdi ota, gapiring. Ota, siz yordam qilmasangiz bo'lmaydi. Mayli, yaxshi ishlanglar. Ota, dalda bo'lamiz. Yordam qilasiz ota. Mayli, yaxshi ishlanglar. Sog' bo'ling ota, rahmat. Sog' bo'ling ota. Sog' bo'ling. Qani yigitlar. Bozorga borish kerak. Qiyshanglar qayoqqa ketyapsiz?
Qotilgavoy. Ha? Siz so'ramang, men aytmayin. Ha? Shu oyog'im dabdurustdan tortishib og'rib qoldi-da. Shunga doktorga boryapman. Orzon oyoqqa qimmat doktorni sarson qilasizmi? Yoshingiz nechida? 80daman. 80 ga kirib shunga ham aqlingiz yetmaydimi? Ha. Buni davolashda oson yo'li bor. Nima qilish kerak? Mana masalan men u-yer-berim og'rib qolsa, keliningizga yaxshilab o'qilataman. Boboyagida yaxshi bo'laman qolaman. Bay. Ana rohat, ana mazza. Qotilgavoy. Lamay. Maylimi, agar kelin bo'sh vaqti qachon bo'ladi, ha? Nima? Men undan ko'ra doktorga borganim. Alo. Ha, ukajon yaxshimisan? Va alaykum assalom. Bola chaqalaring, uydagilar hammasi yaxshi yuribdimi? Rahmat. Ha, onamdan keyin dadam ham, akam, sizlarga ham keragim bo'lmay qoldi. Xastami, betobmi onang bo'lgani yaxshi ekanda uka. Mana ham shunday mana pochchang jonimga tegdi. Qiliq orttirib olgan. Tinchlikmi opa? Yana janjal qildim. Pochchang bir qiliq chiqarib olgan. Ha, fermer bo'lib, g'allasi mo'l, hosili zo'r bo'lsa, voy har kuni uradi. Ha, bu yil qanaqa bo'ldi? Bu yil har yilgidan ham yaxshi bo'lgan. Ukajon, har kuni uradi. Hoppa. Pochcham qachon uyda bo'ladi? Hali zamon kelib qoladi. Bo'ldi opa. Men hozir akamni olaman-u, o'taman oldingizga. Shunaqa qilinglar. Xo'p. Dadasi keldingizmi? Ha, keldim. Bu nima? Lotereya. Chiqarmikan, ha? Bir omadimni sinab ko'rsam maylimi? Ha? Bor, ko'p gapirmay choy damla. Tur hisobi. Nima? Hech narsa. Voy. Dadasi, nima chiqdi? Sanga yana bitta yer chiqdi. Agar o'sha yer sizga o'xshagan bo'lsa, borib pulni olib kelavering. Nima? Sen shoshmaydir. Nima deding? Nima deding? Nima deding? Ha? Uring erkak, ha? Nima bo'ldi? Biz qo'lashmachoq o'ynayotgandik. Opa, siz uyga kirib turing. Biz pochcham bilan bir futbol o'ynaydik. Kerak emas. Qo'yilay aka. Qayerdan o'rgangansiz bunaqa uslubni? Men
Fermada ishlaganman ukajon. Bunaqa mollarni ushlaverib, yod bo'lib ketgan. Ol pochchangni. Kovboy bo'lib keting-a. Toshpo'lat, qayerdasan? Tezga pochchangni qo'lga oldik. Tez bo'l. Aka, bunga qanaqa chora beramiz? Ha, buni jazo beramiz. Qanaqa jazo beramiz bunga? Buni qaqshat qich qilib jazolashimiz kerak. Aka, tovoni tilib, tuz tiqishimiz kerak. Ha, Zo'r fikr. qiynalsin. Yo'q, bo'lmaydi. Bo'lmaydimi? U yumshoq jazo. Bo'lmasa aka. Mana shu tizza bilan shu ko'kragiga shunda qo'yib turib, prinsipda mo'ylovini bitta yulaylik. Juda ham oson jazo. Bunga qaqshatqich bir azob beradigan jazo berishimiz kerak bunga. To'xtang, men opamdan so'raychi. Opa, qani siz bu yoqqa keling. Opa, to'xtang hozir. Opa, ayting, yana nima qiliqlari bormi pochchamni? Ayol kishiga eng yomoni xiyonat. Bu kishi har kuni xiyonat qiladi. Sindiramiz. Nimadir qilmoqchi? Nima qilsanglar qilinglar. Mayli, men roziman. Tovonimga tilib chiqsalaring ham mayli. Mo'ylovimni pensib bilan bittalab yursalaring ham mayli. Lekin lampochkani sindirmanglar. Yonirak. Men bu lampochkani sindirib, sinig'i bilan tovoningni tilmoqchi edim. Shunchalik qo'rqoq ekansan, nima qilasan? Ayol kishiga osilib. Aka, dadam keldi. Odam pochchasini ham uradimi? Tart qo'lingni. Tart. Yesh qo'llarini. Yet. Padaringdan la'nat sanlardi. O'zi sizni bolalaringiz edi-ya? Bola emas bular, balo bo'ldi bular. Bunaqa emasdi-ya. Endi Hamdamboy bu eshakda kechirasiz. Kuyovingizni 3-4 so'm pul topib bosar tusarini bilmay qoldi. Odamlarni mensimay qo'ydi bu. Hamma ayb o'zida buni. Xotinlaboy, bu yoshlardan xafa bo'lmang. Hamma ayb o'zingizda. Hali bu ham holva, ana o qo'lingizda ishlaydigan ishchilar sizdan norozi. Nima deb tinchlikmi? Xotinni och, darvozani yaramas. Och bo'lam. Och dedim. Och. Thank you.